erkek kırgınçılık uçuramadıdı. Erkek kırgınçılık uçurgan millet zemin dep çıkıdı. Bizning Uyg'urning erkek kırgınçılık uçuruş sebebi şu zeminning egisi bo'lganligi uchun. Şu ilgisi olganligi uchun aşağıda xo'rlanyapti, depsandayapti. Agarda g'o'rimizni tegsa, zemin dep chiqamiz. Biz davoni Xitoyga anglatmaymiz, xalqaro xalqaradan davoni tunishtirdik. Siz nima tunishtirdingiz? Indigenous people deb tunishtirdingizmi? Madaniyat tunishtirdingizmi? Yoki zemin davosi bizning deb tunishtiryapmiz. Agarda bir yerdan xato chiqsin desa, biz davoni to'g'ri olishimiz kerak. To'g'ri yo'nalishda erkinlashimiz kerak. Buning uchun fikr erkinligimizni qo'llashimiz kerak. Fikr erkinligimizni foydalanishimiz kerak. Her türlü Avrupa'da yoki boshqa bir demokratiya davlatda turayotganlar cho'qim o'zimizniki qo'limizni kagicha midirab baqsak cho'qim sado chiqadi. Da'vo manda yerda bo'ladi da'vo. Hargiz Xitoy konsulining oldida emas.